El-yurt umidi jamg'armasi g'olibasiman. Tursunoyga o'xshab. Unaqa konferensiyalar juda ham tez odamni boost qiladi, ya'ni develop qiladi. Amerikada HBR degan konferensiya bor. Mani o'zim universitetimni tarixida bitta yagona student bo'lyapman-da. O'zbekistonda aynan o'sha Harvardda o'quvchi studentlar uchun internship tashkil qilmoqchi biza. Odamlari juda ham mana UKda qanaqa odamlar kulib turadigan friendly bo'lsa, u yerda ham xuddi shunaqa friendly, very friendly. Narx-navo jihatdan Angliya qimmat, albatta. O'zi qidirish yoqmaydi-da, dangasa bo'lib ketyapmiz. Adez yordam bergandirda, kimdir to'lab bergandirda, kimdir sizdirda deyish. Ko'pchilik o'sha rostdan Amerika degansiz Nyu-York xayoliga keladi. Nyu-York bu Amerika emas. Adliya vazirligida ishladim. 21 yoshimda tasavvur qiling, 21 yoshda. Omin qilishganda yaxshi joylardan nasib qilsin. Siz mamnaqa darajada fikrlagan bo'lsangiz, keyinchalik dunyoga qarashingiz mana shuncha bo'lib kengayib boraveradi. Ko'proq qizlarimizni o'qitaylik. Boshim achib ketadi. 9-16 gacha men o'tira olmayman bitta joyda masalan. Bu yoqda borib olsam bo'ldi, ishlayman degan narsa bo'lmaydi. Yoki o'qishingiz pasayib, o'qishdan haydalasiz va Angliyadan deport bo'ladi. Hammaga salom. Mani podkastimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mani ismim Tursunoy. Men top universitetlarga kirish bo'yicha ekspertman. Bugungi mehmonim Orzugul. Orzugulni juda ham ko'p kutdim, to'g'risini aytganda podkastda va Orzugul o'zini ozgina tanishtirib bera olasizmi? Assalomu alaykum. Ismim Orzugul. El-yurt umidi jamg'armasi g'olibasiman. Tursunoyga o'xshab va Buyuk Britaniyaning Bristol universitetida magistratura bosqichini o'qib qaytganman va hozirda Yoshlar ishlari agentligida proyekt yuritaman. U ham Top 100 universitetlar deb nomlanadi. Va bundan tashqari o'zimni side projektim bor. Porla deb nomlangan ayol va qizlarni ta'limini rivojlantirishga qaratilgan. Va bundan tashqari shu projektimni monetize qilish uchun hozirda aynan ayol va qizlar uchun Reflection Journal ham chiqaramiz. Qayerdadir ko'rsatib ketasizmi? Da, конечно. Shu hozirda shu proyektlar asosan sotsial proyektlarni yuritish bilan shug'ullanaman. Va rahmat taklif qilganingiz uchun podkastga va kuttirganim uchun uzr. Yana rahmat kattakon. Men kutganim sababi Amerikadan kelishingizni kutdim. Chunki men bilaman yaqindagina qaytib keldingiz. Hali necha kun bo'ldi? Bir hafta ham bo'lmadi. Yo'q, hali bir hafta ham bo'lmadi. 5 kun bo'ldi. O'shaning uchun mana Amerikani hidi kelib turibdi sizdan. O'sha Amerikani hidini sizga freshligingizni yaqinda qaytib kelganingizda boricha ko'rsatishni xohlardim. O'shaning uchun Amerikaga qanaqa qilib borib keldingiz? Nimalar bilan shug'ullandingiz? Nima yangiliklar bo'ldi u yerda? Qanaqa yangi insightlar oldingiz va Amerikani Angliya bilan farqini ko'rgan bo'lsangiz kerak, o'shalar haqida ozgina gapirib bera olasizmi? Demak, Amerikaga o'zi nima qanaqa borganim to'g'risida aytadigan bo'lsak, Amerikada HBR degan konferensiya bor. U student led conference bo'ladi va Harvard College'da o'tkaziladi. Va bu 3 kunlik konferensiya bo'ladi. HBRni o'zi Harvard Asian International Projects, International Relations Project, ya'ni aynan Osiyo davlatlarida bo'layotgan muammolar to'g'risida turli xil barcha davlatlardan studentlar, yosh mutaxassislar kelib, shu muammolarni discuss qilishadi. Bundan tashqari 3 kun davomida bizda speakerlar bo'ldi. Mashhur speakerlar o'sha startup bo'yicha gapirishdi, tadbirkorlik bo'yicha, like women, gender equality, har xil temalarda. Va o'sha bo'yicha bordik. O'zi O'zbekiston delegation bilan borganmiz. Va bundan asosiy maqsad konferensiyada qatnashish bilan birgalikda o'sha HBR konferensni O'zbekistonga olib kelish. Ya'ni bu inisiativani menejerimizga o'sha Alisher aka Sadulayevga aytganimizda ular qo'llab-quvvatladilar va 2026-yilda xudo xolasa harakat qilamiz HBR konferensini O'zbekistonda o'tkazishga. Buning uchun o'zi 6 ta etap bo'lar ekan va o'sha proposal tayyorlaysiz working group bilan birgalikda va o'shani agar ular qabul qilishsa, Garvarddagi o'sha HBR organizatsiya organizing team qabul qilsa, biz o'zimizda o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana shu birinchi maqsad edi. Borib o'sha tashkilotchi team bilan gaplashish, qanaqa bo'ladi o'zi in person ko'rish, nimalarga e'tibor berish kerak. Endi men u yoqqa nafaqat participant sifatida, balki o'sha eventni organize qilish uchun responsible odam sifatida ham bordim desam bo'ladi. U yoqni ko'rib
nimalarga asosan e'tibor berish kerak, qanaqa spikerlarni chaqirish kerak, o'shalarni o'rgandik. Organizing team bilan ham suhbatlashdik. U yoqda bitta prezident, o'zi 3 ta prezident bor ekan, bittasi O'zbekistonlik ekan. American Uzbek, to есть Oh, da nice. Gulirano. Ular ham o'sha fikrlarni bildirdilar. Bundan tashqari yana men Garvarddagi Central Asian Students Association bilan ham uchrashdim. Ularda u yoqda o'sha assotsiatsiya bor ekan. Bilsangiz, bizada top 100 universitetlarimizda lagerlar tashkil qilinadi, yozgi lager. Siz ham taklif Да, qilgandek. конечно. Bu yil borsangiz kerak. Xudo xohlasa обязательно boraman. Da, o'sha lagerlarga Garvarddan studentlarni jalb qilish maqsadim bor edi. Va umuman Yoshlar ishlari agentligida olib borilayotgan har xil proyektlarni promot qilish ularga. Va ular bilan gaplashdik. Qozog'istondan, Tojikistondan bor ekan studentlar. I o'sha Central Asian bo'lsa ham u yoqda Ozarbayjon ham bor, Afg'on ham bor studentlar, Uyg'urlar bor ekan. Ular bilan gaplashib, ularni storieslar qanaqa qilib kirganlarini o'rgandik. Bizani o'zimiz proyektlarni promot qildik, O'zbekistonga taklif qildik. Endi hozir O'zbekistonda aynan o'sha Harvardda o'quvchi studentlar uchun internship tashkil qilmoqchi biza. Ya'ni ular kelib, O'zbek language'ni, culture'ni o'rganadi va shu bilan birgalikda har xil organizatsiyalarda internship qilishadi. Shu narsani ham gaplashdik. Bundan tashqari trip Harvard bilan tugamadi. Yale'ga ham bordik. Yale'ga chunki taklif qilishdi. U yoqda bilsangiz kerak, Umid degan bola o'qiydi. Samarqandlik u ham. Да, taniyman. Like all smart people are from Samarkand I don't and know. Bukhara. Yes. Da, Alright. Umid o'sha Yale'da o'qiydilar, ular bizani taklif qilishdi. Bordik. U yoqda ham Central Asian Club bor ekan, u yoqda nomlanishi. Ular bilan gaplashdik. O'sha ular ham O'zbekiston haqida o'rganmoqchi, kelmoqchi. Endi hozir o'zim davlat idorasida ishlaganim uchun hozir minna davlat chet o'sha eng top 10 talik universitetda o'quvchilarni ko'proq O'zbekistonga olib kelib, o'rgatib, har xil proyektlar amalga oshirishni qo'llab-quvvatlayapti-da. Shuning uchun ham biz ular bilan hamkorlik qilmoqchimiz. Mundoq qarasangiz. Keyin shu Nyu-Yorkda bo'ldim. Amerikani endi hozir Angliya bilan anaqa taqqoslaydi degan bo'lsa, men Angliyada Bristolda o'qiganman. Bristol bu Angliyada o'sha Londondan 2 soat uzoqlikdagi shahar bo'ladi. Juda ham safe va peaceful, like tinch shahar desa bo'ladi. Va men u bilan chunki Londonda kam bo'lganman, shuning uchun ham o'zim experience bilan kelib chiqqan holda anaqa compare qiladigan bo'lsam, America is very hectic. It felt me like kinda New York juda ham hectic. Odamlar like judayam ambitious tuyuldi. Judayam hamma bilmadim nimagadir, hamma nimadir qilib yotibdi. O'sha eventda ham ularning anaqa fikrlashi, dunyoqarashini o'rganish. Endi Angliyada ham bor edi, lekin Angliyada sen menga tegma, men senga tegmayman. Shunaqaroq edi ko'pincha. USda boshqacha shu narsani his qildim. Narx-navo jihatdan Angliya qimmat, albatta. Va salarylarni anaqa compare qilganda Angliyada endi ish topish juda ham qiyin. USda men o'zim qarindoshlarim bo'lgani uchun ulardan so'raganimda, you can find job easily here dedilar. Hozir endi bilmadim. Baribir agar sizdagi US diplom bilan bo'lsa, u vashi osonroq bo'lar ekan. Shunda men aytdim, menda UK diplom bor, USga kirsam bo'ladimi? Qanaqadir ishlarga desam, sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Da. Shu jihatdan, bundan tashqari, shu hozircha. Okay, rahmat kattakon. Shuncha informatsiyalar bilan bo'lishdingiz. Menga juda ham yoqdi. Mana HPR har doim men konferensiyalarga o'zi bekorga jo'natmayman-da studentlarimni, o'zimni to'liq mentorligida studentlarimni. Konferensiyaga borishdan maqsad o'zi studentlar bilan o'sha odamlar bilan tanishish, networking qilish, ularni networkingdan foyda uchun faqat networking qilmaysiz-ku, ularni prosta fikrini o'rganishingiz ham katta narsa. Masalan, siz hozir ularni fikrlash darajasini ko'rdingiz, ularni proyektlarini eshitdingiz, ambitsiozniyligini o'zingiz gapirdingiz o'z so'zlaringiz bilan. Ularni ko'rganingizdan keyin
xohlaysizmi, xohlamaysizmi konkurensiya boshlanadi. Ya'ni siz ham o'ylaysiz: "Voy, shuncha ishlarni qilibdi shu yoshida, man ham qolib ketayotgan ekanman. Давайте man ham bunaqa proyektlarni qilishim kerak ekan. Mani yoshimdagi bolalar mana shunaqa darajalarga erishibdi, nimaga man qolib ketyapman?" deb har doim o'ylaysiz va albatta o'zingiz xohlagan, xohlamagan tarzda unaqa konferensiyalar judayam tez odamni boost qiladi, ya'ni develop qiladi. Ya'ni siz borasizda konferensiyaga mana bunaqa уровеньda darajada ketgan bo'lsangiz, keyin konferensiyadan keyin u odamlarning gap so'zlarini eshitib, fikrlash darajalarini ko'rib, dunyoqarashini bilganingizdan keyin proyektingizni ham, boshqa narsalarni ham undan ham rivojlantirishga harakat qilasiz. Man judayam xursand bo'ldim. O'sha Harvardni Central Asian Club'iga borganingizdan, Associations'ni ko'rganingizdan, chunki Harvardga любой student qabul qilinmaydi. Hamma studentlar qabul qilinmaydi. O'shaning uchun ham u yerda eng kuchli studentlar, yana Central Asian studentlarni yig'gani bu judayam zo'r. Men Osh bunaqa qilishdi yoda, Вот. Men ham chunki Amerikadaligimda shunaqa yig'ardimda studentlarni. Faqat Central Asianlar kam bo'lardi bizda. Faqat Central Asian yig'ganimda tam 4 ta student bo'lardi-da. Biz hamma international studentlarni yig'ardik va Samsa Party qilganman. Osh qilishni o'sha payt bilmasdim, to'g'risini aytsam. O'shaning uchun Samsa Party ko'proq bo'lardi bizda. Lekin judayam xursand bo'ldim. Hozir mana sizdan bilmoqchiman, mana Bostonga bordingiz. Bostonni o'zi environmenti qanaqa? Tushunishingiz bo'yicha, New Yorkka bordingiz. New Yorkniki qanaqa? Bu juda ham yaxshi savol va bu savolga kelishdan oldin men konferensiyalar to'g'risida bir qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozir masalan biza o'sha men bakalavriat o'qib yurgan paytimda Buxoroda u yoqda juda ham kam possible bo'lardi, opportunitylar bo'lardi. Eng zo'r degan narsamiz Toshkentga kelib konferensiyaga qatnashib ketish. Bu lekin aslini olganda bizani o'sha mindsetimiz ekan, ya'ni harakatsizligimiz ekan. Hozir juda ham ko'p konferensiyalar dunyo bo'ylab har xil Yevropada fully fundedlar bor, Asiada hamma joyda bor. Bu prosta faqat o'zi odamni o'zi xohlab, o'zi bir internetni olib, search qilib, o'zi bor veb-saytlar bor. Masalan, siz share qilasiz, boshqa influencerlar share qiladi. O'shanga topshirish kerak. Odamlar masalan meni ham kanalimga bog'langda, studentlar meni ham kanalimga yozishadi. Qayerdan topay? O'zi qidirish yoqmaydi-da, dangasa bo'lib ketyapmiz. Lekin juda ham ko'p opportunity-da. Har bir qadamda imkoniyat hozir. Bizani mindsetimiz esa limited bo'lib qolgan. Ya'ni men nima qilishim kerak? Har doim bir narsaga suyanib qolishadi, so'rayverishadi savol. Lekin o'ziga harakat qilishmaydi-da. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, mana shunaqa konferensiya deganingizda rostdan tiqilyotibdi va bu eng zo'r imkoniyat boshqa odamlar to'g'risida o'rganishingizga, networkingizni oshirishingizga, balki o'sha odam bilan, ya'ni konferensiyada uchrashgan odamingiz bilan bir kun qanaqadir katta startap qilarsiz, proyektlarni qilarsiz, o'zingizga anaqa foydali bo'ladigan, jamiyatga foydali bo'ladigan. Shuning uchun faqat O'zbekiston bilan cheklanib qolmaslik kerak. Va bu narsalarni har kuni bo'ladi, har yili bo'ladi, har faslda bo'ladi. Faqat keep up bo'lib, qidirish kerak, dangasa bo'lmasdan. Yana xuddi shu joyini tushunib o'tishinglar kerakki, masalan, Harvard HBR konferensiyasini to'liq granti ham bor. Agar sizlar zo'r qilib topshirsanglar, mutlaqo tekinga Amerikaga, Boston shahriga, Harvardni konferensiyasida 3 kun to'g'rimi? 3 kun bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. 3 kunda u Toshkentda yoki umuman uyingizda o'tayotgan 3 kun boshqacha konferensiyani har bitta soati, har bitta kuni, har bitta minutasi juda ham katta siz uchun foydali bo'ladi va 3 kunda siz umuman boshqacha transformatsiyalarga ega bo'lishingiz mumkin. Men oddiy o'zimni studentimni Dubayga olib borganimda konferensiyaga ota-onasi bilan aytyaptim, man 3 kunda mani fikrlash darajam o'sib ketdi. U ham samarqandlik qiz edi. Nimaga odamlar bunaqa pozitiv, nimaga odamlar bunaqa yaxshi fikrlaydi, ichida yomon qora narsa niyatlari yo'q deb juda ham kulgan. Men uchun bu narsa уже oddiy holatga aylangan, to'g'risini aytsam. Shunaqa o'zim ham shunaqa faqat environmentimni shunaqa keep qilganim uchunmi, bilmadim. O'sha funding deganingizga ko'pchilik masalan o'sha konferensiyaga topshirsa, har xil programmaga topshirsa, qanaqa funding? Bu yoqda bitta tip berib o'tmoqchiman. Agar student bo'lsa, shu yil men o'rgandim, men bilan studentlar ham birga borgan.
Ya'ni o'sha topshirgan programmangiz yoki konferensiyangizni borib o'sha o'zingizni universitetingizga ko'rsatishingiz kerak. Mana shuni o'tdim. Bundan qanaqa foyda olaman? Bundan universitetimizga qanaqa, masalan, universitetni reprezent qilib kelishi mumkin, to'g'rimi? Va universitet sizga budjet ajratadi. Agarda siz o'sha narsani to'liq aytib bera olsangiz, ya'ni proof qilishingiz kerak. Agar sizni universitetingiz bu o'sha borib keladigan tripingiz, ya'ni konferensiyangiz, qatnashadigan konferensiya sizga ham personal, ham o'zingizni kursdoshlaringizga yoki umuman departmentga foydasi tegadigan qanaqadir narsa olib kelishingizni bilishsa, fand qilishadi. Chunki men bilan Medinstitutdan qizlar bor edi, ikkita edi menimcha. Ular Jahon tillari universiteti fand qilishibdi-da, mana Jahon tillaridan. Yana bittasi endi shunaqa o'zi qatnashgisi kelsa, ya'ni nima deydi, like unlimited-da. Masalan, ko'rdim ba'zilar, masalan, mana qatnashdim, lekin to'lab bermayapti, nima qilay deb shundoq esdan chiqaradi. Lekin bitta qiz flightini bizani agentlikdan oldi. Turar joyini anaqadan, Jahon tillari universitetidan oldi. Endi turar joyi ham qimmat, Bostonda qimmat shaharlardan. Вот yo'l kirasini yo'l kirasi deman, o'sha expenselarni ota-onasi to'lagan. Endi uncha ham qimmat emasda. Ya'ni tam xohlasa bo'ladi hamma narsa. Man o'zimni anaqa istoriyam esimga tushib ketdi, tarixim esimga tushib ketdi. Man o'zim Global Yuguradi programmasini yutganimda, man O'zbekistonni tarixi bo'yicha, O'zbekistondagi Tatu universitetini tarixi bo'yicha man birinchi va yagona student bo'lganman o'sha Global Yuguradi programmasini yutganimda. Lekin endi har xil rektorlar bo'ladi-da, hozir men yoshlarga juda ham havasim keladi, to'g'risini aytsam. Hozir уже odamlar tushunishyapti, chet elga chiqish, borib kelish, Amerikaga nisbatan siyosiy qanaqadir yomon fikrlar yo'q hozir. O'sha paytda American Councils degan programmamiz ham yopiq edi. O'zi yopiq edi, chunki o'sha payti 2005-yillarda yopilishgan edi, siyosiy problemalar bo'lgani uchun. Lekin mana rektorim kirganimda mana shu programmani yutdim. Inxani studentlari borib kelgan, Inxani chunki studentlarini rosa marketing qilib ko'rsatishganda, voy, bizani studentimiz bunaqa grant yutdi, mana ketyapti, unaqa qilib rosa maqtashganda. Xabarlarda chiqqan u narsalarda men yutyapman. O'zbekiston o'sha meni o'zim universitetimni tarixida bitta yagona student bo'lyapman-da. Lekin meni rektorim aytgan, bilaman, chet elni xo'roz qandi desanglar yotib olib yalisizlar, men senga ruxsat bermayman, ketasan, gap yer olasan, qaytib kelsang o'qigan, bo'lmasa yo'q, qaytib kelmayman deb o'ylagan yerni. Atiga to'g'ri o'qiyman, men dekabrda qaytib kelaman, o'qishimni davom ettirib ketdik. Men bu davlat byudjetim ham kuyib ketmasin deb so'raganimda yo'q deb javob bergan edilar. Endi rektorning ismini aytib o'tirmayman, no, afsuski shunaqa rektorlar ham bor. Shuning uchun sizni hozir Medinstitutdan, oddiy o'zimizning davlat universitetlaridan qizlarni shunchalik erishganiga men juda ham xursand bo'ldim. O'zim erisha olmagan narsa kimdir erishsa, juda ham xursand bo'laman, to'g'risini aytsam. Chunki hozir o'sha qo'llab-quvvatlashyapti universitetlarda ham, davlat o'sha agentliklarda ham. Lekin sizni anaqa passioningizni ko'rish kerak-da. То есть siz просто shunchaki xat yozsangiz yoki shunchaki anaqa qilsangiz emas. Izdan yugurishingiz kerak. Bir narsaga erishish uchun albatta harakat qilish kerak. Конечно, albatta. Bu birinchi o'chirdim. Ana shu Boston va New York. Bostonga 5-fevral kechqurun borib tushganman endi. City Mapper bor. O'shandan foydalaninglar, qayerga borsanglar. Bu ham bitta tip. Juda ham hamma narsani public transport bilan qanaqa ketish kerak, taksida qanaqa, piyoda qanaqa, hamma narsani ko'rsatadi. Ishlatasizmi City Mapper yoki Yandex ishlatasiz? Google Maps. Yandex hamma joyda ishlamagani uchun Google Maps. City Mapper досконально ko'rsatadi, hammasini detalni ko'rsatadi. O'shani shundoq anaqa qilganda public transportni ko'rsatadi. Оказывается, shuttle bo'lar ekan, aeroportdan любой joygacha besplatno. To'lamaysiz-da. Shundoq kirganman, tep qilaman desam, yo'q, shart emas deyapti avtobus haydovchisi. Okay dedim, mindim. Keyin shunaqangi sovuq endi, like it's freezing. Kechqurun men o'ylamaganman-da, oddiy Toshkentdan ketganman. Lekin Toshkent ham sovuq edi. U yoqda -5, -5-10 bo'lib yotibdi-da, hammasi anaqa sovuq. Keyin u yoqda birinchi kuni o'sha gostitsam bilan problema bo'lgani uchun garvit o'quvchi Go'zal bor, bilasizmi? Go'zalda. O'sha kutib oldi meni.
Va uni anaqasida mani xos qilishdi bir kuni. Aynan Garvardda bolalar turadigan u yog'iyam like it's different vibe, Kampusda получается. да, Ага. dorm. Dorm. Aha. Dormda. Zo'r. Ularni dormi ham вообще boshqacha. Endi bizani dormlarimiz bo'lgan. Angliyada ham. U boshqacha. Endi buni vibe boshqacha. Like royal houses bilasizmi, o'shanaqa. Keyin endi hozir sравнить qiladigan bo'lsak, birinchidan havo. Boston juda ham sovuq qishda. New York normal. Endi o'sha bir faslni o'zida bordim. Ikkinchidan arxitektura. Boston как UK. Buildings, как Cambridge. O'zi Cambridge degan Borgansiz-ku? o'zi anaqa shahri hisoblanadi-yu, anaqa Da. Garvardni joylashuvi ham Cambridgeda o'zi. Da. Cambridge. O'zi Cambridgega Da. borgansiz, to'g'rimi? Yo, Oksfordiga borgansiz? Cambridgega borganman. Cambridgega. Как o'shanaqa. Buildinglari, unaqa skyscraperlar yo'q, почти. И odamlari ham o'shanaqa o'xshaydi. Tam like friendly, gaplashganda ham qanaqa desa, yordam berib, yo'l anaqalarni ko'rsatib, universitetni o'zi ham o'shanaqa UK vibe beradi, to'g'risini aytsam. Shunaqa. И как o'zimni как UK deb hisobladim. Aksentni hisobga olmaganda, hammasi o'shanaqa. Da. New Yorkda boshqacha. Hamma busy, nobody gives a shit about you. Like don't care, like everyone is busy with his own life. Judayam hectic life. И narxlarni ham как sranj qilganda sal New York qimmatroqdek tuyuldi menga nimagadir-da. Odamlar ham shunaqa. Bostonda endi campus based cityda ko'proq o'sha Boston hamma joylarida campus bor. Students life Like ko'proq. students. Man почти qari odamni ko'rmadim. Like old Yo'q, people, da. Почти ko'rmadim-da. Hamma joy studentlar, Wow. da. New York international, hamma joydan odamlar bor. Asiadan ham, Europedan ham. Men eshitganman, Bostonda yashash judayam qimmat. Men dormlarda yashagan bo'lsangiz, siz judayam omadingiz kelgan, sizga hamma narsani qoplab berishgan bo'lsa kerak. Men Da, borganim hammasini agentlik to'lab berdi menga. Da, вот ko'ryapsizmi? Mani случаемda men hali Bostonga borib ko'rmaganman, lekin o'zim studentlarimni Boston University yoki shuning atrofidagi Brandeis Universityga jo'natganimda, ular xarajatlarini ko'rib yig'lab yuborishgan, to'g'risini aytsam, judayam qimmat dormda yashash, boshqa narsalarga borish, yashash, ovqat, hamma narsa judayam qimmat Bostonda. New York bo'lsa, men uchun New York men uchun Amerika emas, umuman. Nimagadir hamma Amerika desa New York ko'z oldiga keladi-ku. Men New Yorkdan judayam yomon assotsiatsiyalarim ko'p. Birinchi chiqib kelgan kunimda meni kashulaklarimni yo'qlab Rostdan. Da, shunaqa bo'lgan. O'shaning uchun New Yorkni men unchalik yaxshi ko'rmayman. O'shaning uchun studentlarimga ham aytaman, New Yorkka bormoqchi bo'lsam, bunaqa risklar bor. Shooting bo'lishi mumkin, tam black people nimadirlar qilib ketishi mumkin. Judayam безопасность emas, u yoqda xavfsiz darajasi judayam past. O'shaning uchun megapolislarga emas, o'zi ko'proq rural, suburban joylarga jo'nashga harakat qilaman. Boston ham yaxshi, judayam xavfsiz Boston tomondan. University ham bor, kстати. Yaxshi ekan-da. Da, ko'rdingizmi? Qanaqa Endi ekan? bormadik, rasmlarini ko'rdik. O'sha yerda o'quvchi bir anaqa o'zbek. Ular Fulbrightga ketganlar. Ular ham H1 ga qatnashayotgan ekanlar. Da, ko'rsatdilar, keling dedilar, vaqtimiz bo'lmadi. Keyin New York haqida yana bitta negativ assotsiatsiya bor menda. Judayam kir. Hamma joy trash bo'lib yotibdi. Men unaqa darajada reelslarni ko'rganman, lekin bu darajada deb o'ylamagandim. Hamma joyda prям trash. Bilmadim nimaga. Bu UKda bunaqa emas, endi Toshkentda ham bunaqa emas, O'zbekistonda ham bunaqa emas даже. Shunaqa. Men har doim shunaqa ba'zi megapolis shaharlarni kirligini eshitganimda, men har doim aytaman, bu dinga ham bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki mentalitetga ko'p narsa bog'liq-ku. Masalan, chunki bizani Dubayga borganman, musulmon odamlar hamma joy top-tozada. O'zimizning Toshkentda baribir ko'proq musulmonlar ko'pda, baribir. Baribir bizani tarbiyamiz, ayniqsa toshkentliklarni o'zini tarbiyasi boshqacharoq sal ancha deb o'ylayman. O'shaning uchun sivilizatsiya darajasi bo'yicha ko'chani tozaligiga baribir e'tibor beramiz. O'zimizni хотя бы tam hovlida tursangiz, o'zingiz ko'changizni supurib qo'yasiz-ku, atrofingizni supurib qo'yasiz. Xuddi shunaqa narsa bor. O'shaning uchun men o'ylayman, ko'p narsada dinga, mentalitetga ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. New Yorkda mana
man o'zim Michiganda yashaganman 4 oy davomida. Michigan bu realni white Americans yashaydigan joy. Ya'ni plus bundan oldingi yillarda tarixda bularni sal Civil War bo'lgan. O'sha Civil War'da ko'pchilik qoralar qochib ketgan, Detroitni qoralar bosib olgan ko'proq. Endi men hozir faktlar bilan gapirmayapman, tushunganim bo'yicha gapiryapman. Rural citylarga, suburbanga whitelar ko'chib ketgan. И man как раз таки rural joyga tushib qolganman, ya'ni qishloq joyiga tushib qolganman Amerikani. И odamlari judayam mana UKda qanaqa odamlar kulib turadigan, friendly bo'lsa, u yerda ham xuddi shunaqa friendly, very very friendly. Judayam yordam beruvchi, kulib turadigan, sivilizatsiya bunaqa darajada madaniyatli, chiroyli gapirib, любой situatsiyada sizga yordam beradigan odamlar bo'lgan. Anaqaga borganimda, New Yorkka borganimda, this is not the US, where I am deganman. Tushunmadim nima bo'lyapti, вообще даже amerikanslar kulmaydigan bo'lib qolganda men hayron bo'ldim, nimaga bu kulmayapti, даже улыбаться ham qilmayapti. Ha deganimga javob ham bermayapti, thank you ham demayapti deyapman-da. Да. Мне кажется, bu hamma narsa o'sha psixologik tomondan hamma hayotga shoshyapti, nimagadir erishmoqchi, pul topish, shu masalalar judayam ko'p bo'lgani uchun, yashash New Yorkda judayam qimmatli bo'lgani uchun, men o'ylayman shu odamlarga, shu yuziga ham ta'sir qilgan deb o'ylayman shu narsani. Shu New York ko'pchilik o'sha rostdan ham Amerika degansiz New York xayoliga keladi. New York bu Amerika emas. Amerika emas-da. Mana hozir proyektlaringizni aytdingiz. Proyektlaringiz menga juda ham qiziqarli, chunki O'zingiz ham har doim taklif qilaman sizni ham podkastimdagida. И yo'nalishingiz juda ham bir-birimizga, masalan, men как biznes taraflama qarasam, siz ijtimoiy proyekt sifatida ko'rasiz. И men ko'raman qanchalik mana davlat tomonidan qanchalik yordam beruvchi, studentlarga yordam beruvchi zo'r kurslar chiqaryapsiz. Mana kamplar zo'r ketyapti, lager yozgi lagerlar. Rezultatinglar bu yil qanaqalar, nima rezultatlarga erishdinglar? Mana men bilaman, Valera Rikelyan bilan ishladinglar. И mana Garvardga kirishdi bolalar, qanaqa vaziyat kechdi, nimalar bilan shug'ullandinglar 1 yil davomida? Bu faqat masalan yozgi lager bo'lib to'xtatib qoldimi yoki yozgi lagerdan tashqari yana nimadir ishlar qilindimi? Yaxshi savol. Shuni keyin Top Uni bilan anaqa qilsangiz bo'ladi, kollaboratsiyada. Tak, o'zim men 2024-yil iyundan boshlab project manager sifatida ishlashni boshlaganman. Va o'sha payti srazu lager qilganmiz. Birdaniga tam bilmay qolganman, nima bo'lyapti. Men birinchi, it was my first experience. Birinchi lagerlarimiz iyul va avgustda bo'ldi, oromgohlar. Unda o'sha Freshman Academy bilan, mentorlar bilan birga qildik. Va undan keyin har doim lagerlar to'xtab qolganda, to есть I wanted to make it sustainable, ya'ni davomiy qilmoqchi bo'ldim va lagerdan, aynan undergraduate lagerimizdan, oromgohimizdan 50 kishini saylab oldik. Bitta intervyu qilib oldim. Kimlar shu yil topshiradiganlar va SAT'si yuqoriroq bo'lganlar va o'zini proyektlarini qilayotganlar, ya'ni extracurricular activity'lari mavjud bo'lganlarni tanlab oldim, saralab intervyu qilib va passionate bo'lganlar va eng anaqasi shu consulting agentstvalarga sal effort qilolmaydiganlarga ham e'tibor berdik, shu narsaga ham, ya'ni remote joylarda yashovchilar bo'ladi-yu, o'shalarga. Va biz ularni aynan Freshman Academy bilan, o'sha Valera bilan special admission kursda o'qitdik. 3 oylik intensivniy kurs bo'ldi. Ya'ni lager bilan to'xtab qolmadi bu narsa. Va bu kurs endi bu narsa qiziq ham-da, ya'ni bolalar mayli keldim bir hafta o'qidim, keyin nima degan narsa emas u. Men kelaman, bir hafta davomida o'qiyman. Agar men o'zim ustimda yaxshi ishlagan bo'lsam, natijalarga erishgan bo'lsam, mana shu programga tushaman degan narsa ham bo'ladi. Va biz ularni o'qitdik. Hozir early action edi. O'shandan bitta qizimiz New York Abu Dhabiga kirishdi. 340 ming scholarship bilan birga. Va bu bizga shuni anglatdiki,
shunaqa qilish kerak. Ya'ni kemp bilan tugatib qolmaslik kerak. Chunki kemp yaxshi, raise awareness bo'ladi, bolalar biladi, possible ekanligini biladi. Chunki mentorlarimiz aynan top universitetda o'qigan bolalarda. Bundan keyin o'zini ustida ishlashni boshlaydi. Va bundan keyin yana qanaqadir davomiy bo'lishi kerak onlayn kurs. Ya'ni biza intensivniy birma-bir ishlay olmaymiz. Davlatning unga budjeti yetmaydi birma-bir ishlashga. Lekin gruppovoy ishlandi. O'sha gruppovoy ishlasangiz ham bolani o'ziga bog'liq-da. Baribir mana siz ishlab kelyapsiz. Qanaqa qilib u yog'ini olib ketish har bir insonning o'ziga bog'liq. O'zi harakat qilsa, o'zi o'qisa, proyektlarni o'zi yuritsa, o'sha sertifikatlariga, boshqa narsaga o'zi harakat qilsagina o'zi kira oladi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldi. Endi hozir regular decision'ni ko'ramiz. Ko'proq natijalar bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari platforma ustida ishlayapmiz hozir. Platforma Top Coach deb nomlanadi va unda u ham sotsial proyekt bo'ladi va u aynan Top yuzda o'qiyotgan talabalarimiz o'zlarini mentor sifatida profillari bo'ladi va bu yoqda qiziqqan studentlarga to'g'ridan-to'g'ri dars o'tib berishadi. Buni ham davlat tomonidan qoplab beriladi. Kompensatsiya qiladi ularni vaqti. Shu hozircha shu yana bundan tashqari lagerlarimizda 250 tadan bola bo'ladi-da, maksimum 300 ta qilamiz. Agar O'zbekiston bo'ylab oladigan bo'lsak, bu kam. Shuning uchun men o'yladim, ko'proq odamni enrich qilish uchun, ko'proq yoshlarga yetib borish uchun har bir viloyatda tashkil qilish kerak bootcamp deb o'yladim. Va biza pilotni o'tgan yili Nukus, Qoraqalpog'istonda va Samarqandda, yana Samarqandga bordik-da, 3 kunlik bootcamp qildik. Bu yaxshi natija berdi va boshqa viloyatdagi bolalar ham "Davaychi bizaga ham kelinglar, qilinglar" degan taklifni berishdi va mana yozgi oromgohlarimizni o'tkazib olib, undan keyin boshqa o'sha 10 ta hudud qolgan o'shalarga boramiz 3 kunlikda. Judayam zo'r, judayam xursand bo'ldim. Bitta savolda, mana Nyu-York, Abu-Dabiga kirgan qizning ismi Mubina emas. Yo'q, Sevara. Sho. Menga bitta qiz keldida, chunki тоже xuddi shunaqa grant bilan yutib kelgan. Qiz bola deganingizga men o'yladim, o'sha student emasmi? Sizga mentor sifatida kelishdi. Mentor sifatida yozilmoqchi bo'ldi, lekin menda internship orqali juda ham ko'p etaplar orqali o'tish kerak. Hammani ham ololmayman, kстати, ishga. Yo'q, Sevara endi hali maktabni bitirgan. Вот shunaqa, da, тоже shunaqa qiz edi. Ну, zo'r. Juda ham xursand bo'ldim. Qanaqa kriteriya bilan tanlab oldinglar mana shu studentlar? 50 ta student. Da, kamp. Oromgohgami yoki oromgohni bilaman примерно. Oromgoh ham competitive. Da, juda ham. Kстати, bu safar bu yil biza Central Asian levelda qilmoqchimiz. Da, Qozog'istondan, iloji bo'lsa Turkmanistondan, Tojikistondan bolalarni jalb qilmoqchimiz. Va u kempga topshirish uchun unda ham IELTS sertifikati yoki Duolingo, minimum SAM, like 7 va SAT bo'lishi kerak, 1300 minimum. Bundan tashqari 4 ta essay prompts bo'ladi. Ularni to'ldirib, keyin biza ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz, undan keyin intervyu bosqichi bo'ladi. Undan o'tsagina kempga taklif qilinadi. Kempga shuncha zo'r. Chunki kemp 1 hafta besplatniy bo'ladi-da. Unga tushish ham, ya'ni faqat bu oromgoh ekan, maza qilib dam olaman degani emas. U yoqda mentorство bo'ladi va kun davomida ertalabdan obedgacha mentorlar dars o'tishadi. Admission bo'yicha. Undan keyin team building activity'lari bo'ladi. Undan kechki uyga vazifalarni qilishadi. Yana ertalab shunaqa dars, activity'lar va uyga vazifalar mana shunaqa bo'ladi. O'rtada speakerlar ham kelib ketadi. Ya'ni agar siz bu yil vaqtingiz bo'lmasa, polностью bir haftaga speaker sifatida taklif qilishimiz mumkin. Zo'r bo'lardi shunaqa bo'lsa. Tam 2 soatga kelib ketishadi lagerga. Shu programmaga qabul qilganimiz, men o'zimda kriteriya bo'ldi. Endi Valer bilan anaqa qildik, maslahatlashdik. Qanaqa aynan o'sha shu yil topshiradiganlar, shu rezultatni ko'rish uchun, natijani ko'rish uchun. Keyin SAT'si yana o'sha 1300 da bo'lganlar, IELTS'i 7 dan baland bo'lganlar va 7 dan past bo'lmaganlar. Va savol-javob qildik, passion borlar. Bundan tashqari yana bizning fokusimizni o'sha chekka hududlarda ko'pincha sharoiti yetmaydigan oilaning farzandi bo'ladi-yu, o'shalarga berdik. Chunki sharoit yetadiganlar bemalol o'qiy oladi. Ularga davlat tomonidan yordam ko'rsatish maqsadida ularga yordam anaqa qildik-da.
Man har doim aytaman, mana kommentariyalarimda ham judayam ko'p odam aytadida, man umrim davomida mutlaqo tekinga o'qiganman, bakalavriatga ham, magistraturaga ham, Amerikada o'qishim ham tekinga bo'lgan desam, har doim heytlar ketadi. Adez yordam bergandirda, kimdir to'lab bergandirda, kimdir sizdirda deyishadi. Har doim mana unaqa fikrlar ketadi noto'g'ri tomonga. O'shanda aytaman, qarang, mana oddiy davlat tomonidan уже tekinga qancha odamlarga yordam berishyapti. Studentlarga siz bir tiyin pul umuman hech qancha to'lashingiz shart emas. Agar sizni rostdan ham izlanishingiz bo'lsa, harakat qilsangiz, qidirsangiz informatsiyani, oddiy kamp bo'yicha ham judayam ko'p target qilishdi. Даже Telegramdan tashqari televideniyada ham даже target qilishdi-da. Men televideniyada даже bu narsani ko'rdim. Kim ko'rmaydi televizorni? Hamma ko'radi, ota-onalar ham ko'radi, qariyalar ham ko'radi, yoshlarimiz ham ko'radi. Internetda yo'q odam ham даже topsa bo'ladi-da mana shu kim haqida informatsiyani. O'shaning uchun izlanishdan to'xtamanglar. Pulim yo'q, adam to'lab bermaydi, yetmaydi pulim yoki menda unisi yetarli emas, bunisi yetarli emas degan narsalarni, bahonalarni to'xtatib qo'yib, maqsad bormi, желание, ichingizdan shu xohish bormi, harakatini qiling. Xudo o'zi mana barakasini ham beradi. O'sha narsa dedingiz, hozir biza bolalarga aytyapmiz, harakat qiling debdi. Mana shunaqa случайлар bo'lgan. O'tgan yili kampga bir ikkita qizlar endi chekka hududlardan ular o'tgan. Intervyudan ham o'tgan полностью. Endi kampga borishi kerak, lekin bizaga chiqishyapti, ota-onasi qo'ymayapti. То есть otasi qo'ymayapti. Kim biladi, sen bir hafta nima qilasan derkan. Buni qarang, hozir menimcha birinchi to'g'ri bolalardan ham talab qilishimiz kerak. Ya'ni o'qinglar, dangasa bo'lmanglar deb, lekin ota-onalarning ham mindsetini sal anaqa o'rganish kerakmi yoki ularga ko'rsatish kerak. Shuning uchun ham menga ko'p yozishadi, masalan, Orzugul opa, men bu grant yutganman, konferensiyaga borganman, lekin meni adam qo'ymayaptilar ketishga. Yutib olgan целый там scholarship, lekin qo'yishmaydi-da, chunki haliyam o'sha bizada konservativni mindsetlar bor. Shu ota-onalarimizda shuni so'rab qolardim, agar qizingiz aynan o'qish uchun, boshqa narsa uchun emas, o'qish, har xil programmalarga ketaman desa, qo'llab-quvvatlashlaringiz kerak. Chunki mana biza borib kelgan, har doim o'qib, tam chet elda u narsa, masalan, yomon bo'ladigan qiz O'zbekistonda turib ham yomon bo'ladi. Yonida ham, ota-onasini yonida ham Вот yomon bo'ladi. именно. U narsa hech qachon chetga chiqqani, naborot uni like world viewsini o'zgartiradi, dunyoqarashini o'zgartiradi. Undan kelajakda sizni avlodlaringiz bo'ladi, to'g'rimi? New generationga yangi qon, yangi anaqa kerak-da, nima deydi? Like vibe kerak, yangi bilimlar kerak. То есть chetga chiqmagan, har doim uyda o'tirgan, bitta qafasda qamalib olgan qizdan qanaqa farzandlarni tarbiyalashini kutish mumkin? Maqsadi faqat erga tegish bo'lgan qizlarimiz qancha ko'p. Tug'ilishi bilan faqat maqsadini faqat erga tegish, qanaqa eriga xizmat qilish degan fikrlash doiramizda bor-ku, ota-onalarni o'zi shunaqa qilib tarbiyalaydi, o'zi qizlarni ko'pchiligini. O'zida, to'g'risini aytsam, shu maktabda o'qigan paytimda ham, o'zimizda ham bo'lgan shu. То есть, omin qilishganda yaxshi joylardan nasib qilsin. Nimaga bizaga shunaqa bo'lgan? Endi tushunib yetyapman-da. То есть, yaxshi joyda o'qisin, yaxshi kasblarning egasi bo'lsin degan narsamiz, yaxshi joydan ato etsin. Okey, mayli bu ham bo'lsin, lekin birinchi navbatda menimcha o'sha bilimni qo'ysa, shu narsa o'sha qizni ham hayotini yaxshilikka o'zgartiradi. Ya'ni farzandlarini qanaqa tarbiyalash unga bog'liq. Ko'pincha onaga bog'liq-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mani vaziyatimda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Ishonmasligingiz mumkin. Даже современный qizsiz-ku deb. Yo'q, mani oilamda adam juda ham qattiqqo'l, judayam konservativniy odamlar haligacha ham aytganlari aytgan, deganlari degan. Men o'sha grant yutganimdan keyin adamga aytganman. Rektordan oldin adamga aytganman Global yuguratish programmasini. Ha, aytganman, "Ado, men sizga mana o'sha paytgacha Germaniyaga kirdim, kontraktida bora olmadim, Inhaga o'qimoqchi bo'ldim, lekin kontraktida yana o'qiy olmadim. Endi men sizdan pul so'ramayapman, просто
va menga razрешение bering ketishga. Mana shunaqa grant yutdimki, menga to'lab berishyapti. Samolyotlarimni ham borib kelishimni ham, xarajatlarimni ham, stipendiyalarimni ham to'lab berishyapti deganimda, sani rektoring ruxsat bermadi-ku. Men nima qilaman ruxsat berib? Rektoring ruxsat bermasa, o'qishingga kirmasa bu narsa, men seni jo'natmayman. Keyin qaytib kelganingda keyin kim bo'lasan? Senga qanaqa yordam beradi bu narsa? Men tushunaman ota-onalarni, baribir xavfsizligini o'ylashadi. O'zini farzandini chet elga borib eplab keta olishini, qanchalik yashab keta olishini, kimdir uni urib qo'ymasligini yoki ko'chada qolib ketmasligini o'ylashadi. Men ona bo'lib o'zim shu narsani tushunaman. Lekin bir tarafdan bu bir tarafida, lekin odamni qanchalik mana mustaqil qilsangiz, qiyinchilik vaziyatlarda shunda qo'yib yuborsiz, odam shunaqa o'zgarib qaytib keladi. Men o'sha payti oxirigacha ruxsat bermadilar-da. Lekin men davom ettiraverdim. Ketaman baribir deb davom ettiraverdim. Ketishim uchun borib viza ham olib keldim, boshqa hamma harakatini qilib bo'ldim-da, уже borib odamga viza berishdi. Ketishimga 5 kun qolgan. 5 kun. Hali ham odam ruxsat bermagan deb tasavvur qilasizmi? 5 kun qolgan, men ketmasligim pod vопросом turibdi. Menga odam hozir ruxsat beradimi yo'qmi? Juda ham katta stressdaman. Hozir ruxsat bermasalar nima qilaman? Yig'layapman. Voy bojim, agar men ketmasam nima bo'ladi? Shuncha menga berilgan imkoniyat hammasi osmonga uchib ketadi degan xavotir kelyapti. Chunki hammadan so'rab chiqdim-da, Global Reality borib kelgan Inxani studentlari, boshqa studentlardan so'rab chiqdim, boraymi, bormaymi? O'ylab o'tirman, nima qilasan? O'ylab o'tir, borishing kerak. Bunaqa imkoniyatdan qo'yib yuborish mumkinmi emas degan hamma. Keyin yana bitta bola zo'r menga maslahat bergan. Sen bilasanmi, borsang, borganingdan keyin seni hayoting 2ga bo'linadi. Borganimdan oldin va borganimdan keyin deganga o'zgaradi deganda menga shu narsa juda ham qattiq ta'sir qilgan shu gapi. Keyin odamga aytganman, to'g'ri tushuning, meni shunaqa maqsadlarim bor deganimda, deganman. Keyin mana viza ham bugun berishdi deganman. Odam mundoq qarab, senga viza ham berishdimi degan. O'ylaganlar vizadan отказ berishadi degan. Baribir borolmaydi, ketolmaydi. Men unga anaqa xarajat qilmayapman-ku, yordam bermayapman-ku. Даже не моральный support, даже moralniy support, fizический, finansiy hech qanaqa support yo'q edi-da menda. Oxirigacha shunaqa bo'lgan. Chunki 3 yil davomida ko'ryapsiz, men Inxaga kiryapman, Germaniyaga kiryapman, yana Amerikaga kiryapman. Baribir ruxsat berishmasa, men bundan ham battar stressga tushib qolardim-da. O'zi Germaniyadan keyin ancha stressga tushib qolganman. Baribir aytganingni qilding-a deganlar. Baribir aytganingni qilding-a deganlarda keyin ruxsat berganlar. Mayli, qaytib kelgandan keyin lekin erga berib yuboraman degan. Shunaqa talab bilan ketganman. O'shaning uchun ota-onalarni tushunaman vaziyatini, lekin mana siz borib keldingiz, hozir qanaqa karyerangiz o'syapti, juda ham rivojlanyapsiz. Meni ham shunaqa ko'rdilar, meni ham o'sib ketdim. Srazu kelib American Consulsda ishladim, Adliya vazirligida ishladim. 21 yoshimda tasavvur qiling, 21 yoshda qaysi qizni universitet o'quvchisini Adliya vazirligiga taklif qilishadi ishga? Telefon zvonoklarsiz, kimnidir qizi, kimnidirlarsiz, просто tak meni rezyumemni ko'rib taklif qilishgan, ishonasizmi? O'shaning uchun mendan keyin odam ukamni ham jo'natdilar, mana sinimni ham jo'natdilar. Ukam bilan sinim почти bir xil paytda ketishgan. Bittasi Angliyaga, bittasi Amerikaga. Singliz Angliyada? Da, singlim Angliyada. Rostdan ham shu umuman boshqacha bo'lib qaytar ekan odam. Ya'ni men aytganingizdek, borganimgacham, ya'ni chet elda o'qiganimgacha va undan keyingi hayotim rostdan 2ga bo'lingan. Ikkita odam sifatida mature bo'ladi odam, juda ham independent bo'ladi va hayotga boshqacha qaraydigan bo'ladi. Dunyoqarashi kengayadi. Men bu qiyinchiliklarni yoki hayotda uchraydigan muammolarni take it easy bo'ladi-da. To есть oldin masalan hamma narsaga siqilib yuraverardim-da. Lekin borib kelganimdan keyin, chet elda o'qib kelganimdan keyin siqiladigan narsalarim vasha arzimasligini tushunib yetdim. Ya'ni meni sog'lig'imni yo'qotishga yoki biror narsani hech nimaga arzimasligini tushunib yetasiz. Va qayg'uradigan narsangiz sizni kelajagingiz, planlaringiz, karyerangiz bo'lib qoladi. Ya'ni oila a'zolaringiz albatta. Shuning uchun o'ylaymanki, har bir odam, har bir yosh chet elda o'qimasa ham хотя programmalarga borib, treninglarga borib kelish kerak. Bu juda ham katta yordam beradi karyerning boostda ham.
birinchi navbatda nafaqat mana sizga o'xshab yo boshqa amiralarni ko'ryapsiz yoki boshqa qizlarni ham chet elda o'qib kelgan yoshlar O'zbekistonda judayam o'z o'rnini topib ketyapti-da. Shuning uchun ham maslahat berardim har bir qiz ayolga. Men asosan qizlarni o'qishini support qilaman ko'pincha. Chunki oilada to'g'risini aytsam, men o'zimni experience'larimdan kelib chiqadigan bo'lsam, agar oilada budjet bo'lsa, bitta kishini o'qitishiga budjeti bo'lsa, bu yoqda qiz va o'g'il bo'lsa, ko'pincha o'zbek oilada o'g'ilni o'qitishadi. Bilmadim nimaga. Menda ham shunaqa bo'lgan. Shuning uchun ham o'ylaymanki, ko'proq qizlarimizni o'qitaylik. Qizlarimiz hozir lagerda, kстати, men shuni tushunib yetdim. Mana lagerda endi biza admissions lager, to'g'rimi? Oromgoh. U yoqda bizani magistratura bosqichiga avgustda bo'lgan 69% qizlar bo'lgan. Wow. Da. Isn't it cool? I mean. Da. Bundan tushunib yetsa bo'ladiki, qizlarda hozir o'zbek qizlarimizda shu o'qishga, chet elda o'qishga nisbatan ko'payapti deyman. Bu juda ham yaxshi. Buni bilasizmi sababi nima? Nima? Qizlarning tirishqoqligida deb o'ylayman. Qizlar ancha bolalardan ko'ra dangasa emas, harakatini qiladi, uy ishini ham qilib, o'qishini ham qilib, hamma joyda eplab qo'ygan qizlar juda ham ko'p, men taniyman. O'shaning uchun qizlarning o'sha psixologik tarafdan mana bunaqa o'zgarishlarga, hektik mana life deyapsiz-ku, shunaqalarga adaptatsiya tezroq bo'ladi qizlarda. Bu bitta to'g'ri bu, bitta sababi va ikkinchisi biz sizga o'xshagan rol modellar kelyapti. Ya'ni qizlar ko'ryapti qizlarning ota-onasi ko'ryapti. Okey, qizimni o'qishga yuborsam chet elga, support qilsam, kelsa yomon bo'lmaydi mana. Bularga o'xshab yaxshi ishlarda ishlaydi, yaxshi pul topadi, o'zini hayotini o'zi quradi, mustaqil bo'ladi, birovdan kam bo'lmaydi, jamiyatga foydasi tegadi. Ya'ni shunaqa qizlarni, ayollarni ko'rishyapti. Bu o'ylayman katta yutuq. Ya'ni oldin biza payti bo'lmaganda kimni bilardingiz? Men bilardim Dilfuza Qurolovani. Chet elda o'qiganlar, keyin endi ular как public sifatida ko'rardim. O'sha kishini, shular chet elda o'qib kelganlar, mana shunaqa kam edi-da, son juda ham kam edi. O'zbek tilida umuman informatsiya yo'q edi. Qizlar o'qishga borib kelishi kam edi. Borib kelsa ham hech kim e'lon qilmasdi, chunki u payti yaxshi qabul qilinmagan. Hozir aynan shu narsa, ya'ni Elur Tumidda ham ikkalamiz o'qigan, u yoqda ham kvota bor bilsangiz, отдельно qizlar uchun-da. Alohida ko'proq berishadi man grantlarni. Men ham har doim to'liq mentorlik studentlarimga aytaman, qiz bola bo'lsangiz, sizni shansingiz ancha oshadi. Da. Endi minority grupga kiramiz to'g'risi. Ular mana Elur Tumidini o'zini admission anaqasini ham qarayman-da, e'tibor beraman. Ular o'ylashadiki, erkak kishilar o'g'il bolalar ketishsa qolib ketishni o'ylashadi, vajib qilishni, pul topishni o'ylashadi deyishadi. Qizlar rostdan ham o'qish uchun ketishadi-da, rostdan ham qaytib kelishni o'ylab olishadi. Bo'lganda shunaqa keyslar, o'g'il bola qolib ketganlar bo'lganda. Juda ham ko'p, конечно, qiz bolalardan ham kutish mumkin, lekin har doim har xil. Shu joyda ota-onalarga aytmoqchi edim, faqat qiz bola yoki o'g'il bolaga qaramasdan hammani chet elda o'qishini maslahat berardim, chunki chet elda o'qish faqatgina diplom olish emas, eng nufuzli universitetda o'qish degan nomini olish emas, balki uni mustaqillikka o'rgatish ko'proq. Chunki mana o'zimni ukam bor, ukam oilada bitta yagona o'g'il bola bo'lib o'sgan, judayam erkatoy bo'lib o'sgan edi, lekin chet elga bormagungacha judayam ota-onasiga qaram bo'lib qolgan odam edi. 17 yoshida jo'natib yuborganimizdan keyin mustaqil bo'lishni boshlagan va o'zini fikrlash doirasini boshlagan va pul topishni boshlagan, qiyinchiliklarni ko'rgan, ota-onasiga yeta olmaydigan ba'zi qiyinchiliklar, pul topish, shunaqa vaziyatlardan chiqishni o'rgangandan keyin student, umuman любой farzand, qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi, unaqa qiyin vaziyatlardan chiqishni o'rgangan odam keyinchalik butun umridagi qiyinchiliklarga osonroq qaraydi va undan ham qiyinroq vazifalarni yechishga harakat qiladi. Unaqa odamlar har doim o'sishga harakat qiladi. Biznesda ham, karyerada ham, umuman shaxsiy rivojlanishda ham o'sha disiplinaga o'rgangan odam butun umr shu disiplinada qoladi va kelajakda bunaqa odamlardan juda ham katta muvaffaqiyatlarni olishimiz mumkin. Hozirgi kunda nechta ministrimiz bor, oldingi umid
stipendiyasini yutgan ministrlarimiz bor, prezidentlar bor. Har bitta grantlarni yutgan odamlar kamida o'sha prezidentlar bo'ladi. Oksfordda mana Mushtariy opa o'qib keldilar. Ular o'zlari aytganlar, Mushtariy opani taniysiz-a ularni ham? Ularni ham qildingizmi podkast? Hali yo'q. Yo'q. Kстати, да, хороший этот spiker. Mushtariy opa даже aytganlar, Oksfordda o'qiyotganimda qaysidir Afrika davlatini prezidenti bilan birga o'qigan ekanlar. Tasavvur qilasizmi? Bu degani chet elda o'qishingiz degani o'zi sizni уровеньиздagi odamlar sekin oshib boraveradi. Уровеньlarni odamlari oshganda sizni o'zingizni уровеньиz ham oshib boradi. Siz mamnaqa darajada fikrlagan bo'lsangiz, keyinchalik dunyoqarashingiz mana shuncha bo'lib kengayib boraveradi. Bu degani esa sizga keyinchalik karyerada ham yo'llar ochiladi, biznesda ham yo'llar ochiladi, shaxsiy rivoj hamma narsa bo'yicha umuman yo'llaringiz ochiladi va qarabsizki, juda ham katta natijalarga, muvaffaqiyatlarga erishishingiz mumkin. Man hozir so'ramoqchi edim savollarni. Bristolga o'qishga kirish jarayoniniz qanaqa bo'lgan? Qanaqa qilib topshirgansiz? Va Angliyani nimaga imенно Bristol universitetini tanlagansiz? Angliyada student paytingizda nimalarni o'rgandingiz as a student in the UK? Juda ham yaxshi savol va aynan Angliyaga endi boramiz hozir. Angliya taassurotlari haqida. Nimaga Bristol? O'zi Angliya Eliot anaqa e'loni berilgan payti man o'sha payti universitetga hujjat topshirayotgan jarayonlar bo'lgan. Angliyaga topshirganman, USga topshirganman, Yevropaga topshirganman. Angliyaga topshirganim sababi Angliyaga bilsangiz topshirish oson. Ko'proq acceptance letter olish ham osonroq bilsangiz endi ko'p universitetlar acceptance berganda. Keyin man aynan Bristolni tanlaganim sababi u yoqdan ko'p anaqadan olganman, East Angliyadan olganman, Birminghamdan olganman, Readingdan olganman. Endi ko'p ham anaqa emas-u, top 300 talikdagi universitetdan olganman. Bristol nimaga? Birinchidan top 100 ga kiradi, top 54, mana 2025-yil bo'yicha. Ikkinchidan research based university. Ya'ni man researchni o'rganmoqchi edim, chunki man bakalavriatim Buxoro davlat filologiya universiteti bo'lgan. Ya'ni bu u yoqda bizada research nimaligi bilmasdim даже. Biza даже hattoki anaqa Google Scholar'ni ishlatmaganmiz. Shunaqa bo'lganda, man u yoqda o'rganmoqchi edim, qanaqa research bo'ladi aynan akademik jihatdan. Aynan mani soham Bristol universitetida yaxshi o'qitiladi. Education policy bo'lgan. O'shani o'rganmoqchi bo'lganman. Keyingi sababi bu shaharni o'zi. Ya'ni ko'pchilik o'sha universitet tanlashi nimasiga e'tibor berish kerak deb savol berishadi-yu. Bu lokatsiyasiga ko'proq e'tibor ham berish kerak. Ya'ni qayerda joylashgan, tog'li hududlar bo'lsa, ya'ni aytganingizdek hozir suburban joylar, rural joylar bu yaxshi o'qish uchun xavfsiz. Birinchidan bemalol o'qiysiz. U yoqda o'zingizni uyingizdek, mahallangizdek his qilasiz. Bristol ham shunaqa bo'lgan. Ya'ni aytishim kerak, campus based city, ya'ni o'sha shahar kichkina, bir kunning o'zida explore qilib chiqishingiz mumkin hamma joyni va har bir joyda universitet kampuslari. U yoqda ham hamma joyda studentlarni ko'rasiz. Kamdan kam aytgandek old people ni ko'rasiz va kamdan kam kimdir nima deydi, bekorchi anaqalar bo'ladi, homeless people'lar yoki bekorchilar. Tam u yoqda umuman shooting ko'rmaganman. Даже biblioteka kutubxonadan soat 3-4larda qaytardik dormga. Hamma joy safe, juda ham safe. Shu sababli o'sha Bristol bo'lgan va yana u yoqda international studentlar kamligi ham. Ya'ni ko'proq o'sha O'zbekistondan studentlar kam bo'lgan va buni ko'rmoqchi bo'lganman, nimaga kamligini. Ya'ni o'zim borganimda biz 2 kishi bo'lganmiz Bristolda. 2021-yillarda 2 ta student bo'lgan O'zbekistonda. Buni sababi o'sha paytda o'zi universitetga o'sha Bristol universiteti borligini bilishmas ekan. Keyin o'sha endi 20-21-yillarda universitetga topshirish ham uncha ham hamma odamlar impossible deb tuyulardi-yu. Hozir просто essay yozib topshirsangiz, endi ustingizda ishlab, IELTS olib, qabul qilinasizda. Lekin o'sha paytda biz даже o'sha veb-saytni ochishni bilmasdik. UCSdan, UCASdan qanaqa topshirishi, universitetdan qanaqa qidirishi. Shuning uchun ham o'ylayman,
awareness kam bo'lganligi uchun O'zbekistondan studentlar bo'lmagan bo'lishi mumkin. Lekin hozir mana shu yil manimcha 5-6 o'zbek studentlari o'qishyapti Mana Bristolda. universitetingiz Londondan qanchalik uzoqda edi? 2 soat. 2 soat. Trainda 2 soat, 4 soat basda. No, menga eng yoqadigan joyi birinchidan xavfsiz, tog'larda joylashgan. Ozgincha shu road trip qilsangiz 1 soatda tog'larga borasiz, tog'larga chiqib kelishingiz mumkin. Britlarni o'zi ko'p u yoqda. То есть international community kamroq. Endi Londonda hamma international bo'lib ketgan, hamma joydan, to'g'rimi? U yoqda hozircha siz haqiqiy British culture'ni sense qilasizda, ya'ni his qilasiz u yoqda. Shunaqa. Aksent. Aksent British boshqacha. aksent boshqachada. U Londondan boshqacha. Ularda ko'proq haqiqiy tam posh demayman-u, haqiqiy tam demaydi, water deydi. Shunaqa. Yaxshi, zo'r. Shu bo'lgan. Shuning uchun nima sabab? В общем, aytmoqchi edim shu joyida, что men bilamanki, Londonga, вообще Angliyaga topshirmoqchi bo'lgan studentlar ko'proq nimagadir Londonni tekshiradi, Londonni universitetlariga topshirmoqchi bo'lishadi. Men aytaman, hey, Russell Group, let's apply to, ya'ni top 10talikka kirgan universiteti bor o'zini Angliyaning, top 20talik universitetlari bor. University of Birmingham, University of Bristol, University of Manchester. Mana shu universitetlarga biz kiramiz. Har yili mana bakalavriatga, magistraturaga jo'natamiz studentlarni. Ayniqsa qizlarni University of Birmingham prям juda ham yaxshi ko'radi shu universitetni. Qizlar yana Shotlandiyada zo'r universitetlar bor. University of Edinburgh, oh my god, top university as well. Cambridge, Oxford. Mana shu universitetlarga topshirsa bo'ladi. Hali ham mana magistraturaga ham bemalol topshirsangiz bo'ladi. O'shaning uchun hammani taklif qilardim, agar Angliyaga umuman top universitetda o'qish niyatingiz bor bo'lsa, Angliyaga o'qishga kirish ancha osonroq Amerikaga nisbatan. Amerikaga agar juda ham ko'p trебованиялар, talablar juda ham ko'p, IELTSdan tashqari ham qiladigan ishlar ko'p bo'lsa, Angliyada sal bu narsa yumshoqroq, topshirish osonroq, kirish, qabul qilinish imkoniyatlari ancha yuqoriroq. Lekin shunga nisbatan grant berishida scholarship kamroq. Ko'pchilik voy Angliyaga ketaman, unaqa deb kelishganda, menga grantlar topib bering deganda, men afsuski deb tushuntirishimga to'g'ri keladi, chunki Angliya agar 50 ming to'lab bermasa yoki o'zini kam scholarship juda ham prям ikkitagina studentga beradimi, yiliga juda ham kam. Bu acceptance rate juda ham kam degani. U ham internasional studentlarni qarab ham chiqmasligi mumkin ba'zilarda, faqat brit studentlarni, European даже studentlarni qarab chiqmaydi. Shu joyi menga yoqmaydi. Lekin boshqa taraflama bundoq qarasangiz, bu universitetda juda ham saviyasi kuchli, professorlar ham, studentlarning ham saviyasi kuchli. Universitetga kirish oson degani, universitetda o'qib ketish oson degani emas. Har doim universitetda o'qish, uni testlarini oxirigacha olib bora olish, bitira olish hammaga ham qo'lidan kelmaydi. Молодец, mana Orzugul eplagan hamma narsani. O'zlashi uxlamasdik последний 6 oyda, chunki 1 yil bo'lgani uchun bilasiz, magistratura hammasi pakt kurslar, 6 ta kursdan keyin dissertatsiya ham bor edi. 15 ming so'zli. U ham prosta so'z emas. Siz har bir gapingizga bitta kitobdan research qilib, uni o'qib, literature review berib va o'zingizni fikringizda nimaga shunaqa deb o'ylaysiz, to'g'ri o'ylaysizmi? Mana shu fikrga boshqa avtor nima deyapti, boshqa olim nima deyapti, shunaqa narsalar yozilganda endi shu 15 ming so'zli. Shuning uchun biz oxirgi 6 oyda полностью libraryda o'tkazganmiz. Nimasi yaxshi, 24 librarylar bor-da. O'sha UKga ketmoqchi bo'lgan talabalarga maslahatim funding jihatdan ham kam, funding opportunity juda ham kam. Agar el yurt umidi jamg'armasini qanaqadir consider qilishsa, borishsa bo'ladi. Lekin agar o'qishga borishmoqchi bo'lsa, o'zlari o'sha funding bo'lishi kerak. Bundan tashqari siz o'qisangiz, u yoqda ishlash imkoniyatingiz, ayniqsa magistraturada ishlashga umuman vaqtingiz yetmaydi. Chunki siz u yoqda kurslarni bitirishingiz kerak, assignment yozish kerak, dissertatsiya yoqlash kerak, ekzamenlari bor o'zini. Va magistraturada aynan o'quvchilar uchun ishlash juda ham qiyinlik qiladi. Ya'ni birovlar bo'ladi, kirsam, mana birinchi pulini bersam, u yoqda ishlab o'zim to'lab olaman degan narsa bor-da, lekin yo'q, Angliyada bu narsa juda ham qiyin va yashash juda ham qimmat.
o'zingiz ham borib ko'rib keldingiz. Shuning uchun ham agar sizlar ishonchlaringiz komil bo'lsa, ya'ni to'lay olaman, mana shu pullarni hamma o'sha hisoblab hozir internetda yoki anaqadan so'rashsa, universitetni o'zi admissions officedan so'rashsa, hisoblab ko'rsatib beradi hammasi, yoki international students office'da. O'sha pullarni olib ketishsin, ya'ni o'ziga ishonchi komil bo'lsa. Ya'ni u yoqda borib olsam bo'ldi, ishlayman degan narsa bo'lmaydi. Yoki o'qishingiz pasayib, o'qishdan haydalasiz va Angliyadan deport bo'ladi. O'qishdan universitetdan haydalsa, u avtomatik deport bo'ladi, kirolmaysiz u davlatga boshqa. Yoki grant yutish kerak. Endi Angliyada grant kam. Chivining bor anaqa magistratura uchun u judayam kompetitiv. Judayam kompetitiv. Yoki Elyor Tumedov o'zbek talabalari uchun shu narsa. Hozir mana Elyor Tumedovni bir necha marta tilga oldik. Keling, hozir Elyor Tumedov haqida ozgina gaplashamiz. Qanaqa qilib hozir mana oxirgi yillari siz man 2020-yil Elyor Tumedov endi ochilgan paytda kirib qolganman. Biza payt unaqa qiyin bo'lmagan, даже biz suhbatdan ham o'tmaganmiz, testdan ham o'tmaganmiz. Oddiy bitta xat yozganmiz, o'sha xat bilan bizni qabul qilishgan edi o'sha payt, chunki endi ochilgan yillar edi. Ularda byudjet endi tayyor bo'lgan, endi ularga stipendiyalar kerak bo'lgan edi. O'sha paytda talablar ham, keyingi условиялari ham boshqacha edi. Hozir mana siz oxirgi 2021-yilda olgansiz, to'g'rimi? 2020-yilda olgan ekanman. 2019 даже hisoblasak ham bo'ladi. Sizlarni yilda qanaqa bo'lgan va hozirgi yilda qanaqa? Elyor Tumedovni afzalliklari, keyin qaytib kelganingizdan keyin Elyor Tumedovni o'zi rahbariyati sizga qanaqa yordam berdi? Mana bilamanki, o'zidan o'ziga ishga kirmadingiz. Mani ko'z oldimda hamma narsa bo'ldi. O'zi bundoq qarab turdim, hamma narsa esimda. Angliyada endi qaytib kelgan kunlaringizdan men esimda-da. Ko'zlaringiz to'r bo'lib, bunaqa qilib nima bo'lyapti u yoqda? ko'rib turdingiz-da. Demak, agar Elyor Tumedov admissions bo'yicha gapiradigan bo'lsak, men paytimda 2021-yilda test yo'q edi. Hozir test qo'shilgan. Bo'ldi, mana shu qo'shimchasi bo'lgan. Ya'ni o'sha hammasi o'sha top 300 universitetdan yoki siz tanlagan major top 100 talikka kirishi kerak. Universitet kirmasa ham acceptance letter bo'lishi kerak, essay va diplomlar. O'sha bilan topshirasiz. Undan keyin o'tsangiz, ma'lum bir sizga anaqa berishadi testga. Testda ham проходной ball bo'ladi. Undan o'tsangiz intervyuga. Keyin intervyuda olgan hamma baholaringiz hisoblanib o'rtacha baho chiqadi va o'sha berilgan kvotaga eng yuqorilar olinadi. Ya'ni bu agar keling bir IT yo'nalishi deydigan, IT yo'nalishiga 5 ta kvota berilgan bo'lsa, o'sha 5 ta eng yuqori olinganlar beriladi. Shunaqa ishlaydi. Adashmasam hozir anaqa logical test hozir bo'lyapti. Men paytim bo'lmagan, to'g'risi. Baxtli holadamiz ham. Chunki u testdan ham o'tish qiyin ekan. Ko'rib chiqyapman testlarni. Juda ham qiyin bo'lgan. Endi men uchun. Keyin Elyor Tumedov jamg'armasi hamma narsani qoplab beradi. Borish, kelish, living expense, tuition fee hammasi. Yashash xarajatlari, hammasi. Kontrakt xarajatlari, stipendiyalar. Kelganda qanaqa bo'lgan? 23-yil fevralda kelganmiz. Tursunoyni ko'rganman o'zi va birinchi o'sha miting kelganiga hali 5 kun, bir hafta bo'lgan. Mitingga chaqirishgan. Mitingda chaqirishganda o'sha administratsiyada odamlar kelgan va men u yoqda birinchi marta bunaqa mitingda qatnashdim. Chunki undan oldin uchinchi sentrda ishlaganman. Hech qanaqa bunaqa high level mitingda qatnashmaganman. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti bilmayman даже. Endi u yoqda o'qib kelib, endi 1 yil desam ham 1,5 yil bo'lganman-da u yoqda. Sразу bu yoqqa kelib, like different world, you know, boshqa narsa bo'lyapti. Bilmay turganimda menga so'z berishgan. O'sha payti men yilning o'rtasida kelganim uchun men o'zim maktabdan olib ketganman, support letter berish kerak-ku. Maktabdan olib ketganman. U yoqda ish vakansiya bo'lmagan. Endi men yilning o'rtasiga kelib qolganman. Ular bilmaganda kimning ishini, masalan, birovdan angliskiy darslarni olib menga berishmaydi-yu. Bu nohaqlik bo'lardi. Va shuning uchun ham men kelganman, aytganman, "Shunda hozir nima qilyapsiz?" deb so'rashganda, menda ish yo'q deganman. Haqiqatni aytganman, bir hafta oldin kelganman, hali endi bitirib keldim, ishim yo'q deganimda, сразу mitingdan keyin menga Ministerstvo дошкольного школьного образованиеdan, ya'ni maktab ta'lim vazirligidan, prezident administratsiyasidan, akademiyasidan, o'sha Bekmurodning o'zlari, yoshlar ishlari agentligidan va yana qaysidir ministerstvodan menga anaqa ish offerlar taklif qilishgan.
va ish offer taklif qilishganda endi o'zimni qiziqishim, o'zimni dissertatsiyamdan kelib chiqqan holda man vazirlikni tanlaganman. Vazirlikda ishlab, endi uni storisi boshqa. Nima demoqchiman, agar sizlar El-yurt umidi jamg'armasini bitirib kelsanglar, sizlarda davlat ishxonalariga, har xil o'sha davlat учреждение organizatsiyalariga ishga olishga ko'plab offerlar keladi. Ya'ni ish topishda qiynalmaysizlar, birinchidan. Ikkinchidan, yana plus tarafi, agar davlat ishxonasida ishlasanglar, hozirda o'shanaqa prezidentning qarori bor. 30 yoshgacha universitetingizni reytingiga qarab, 12 baravardan yana nechidir baravargacha eng kam ish haqini qo'shimcha pul berishadi. Ya'ni man ministerstvada ishlaganimda oyligimdan tashqari mani universitetim top 100 ga kirgani uchun 12 million so'm olganman. То есть oylikdan tashqari. Bu o'sha davlat tomonidan siz o'sha universitetni muvaffaqiyatli tugatib kelganingiz uchun va hozirda davlatda ishlayotganingiz uchun beriladigan qo'shimcha insentiv. Ya'ni siz davlat sizga полностью o'zi universitetga o'zi yuboryapti. Ya'ni o'zi kelib sizni anaqa qo'shimcha pul beryapti. Da. Bu narsa hozir o'ylayman, что ko'pchilik aytadi, o'sha aytganingizdek, ko'pchilik yoshlarda ishonchsizlik borda davlat yaratib berayotgan imkoniyatlar uchun. Lekin u narsani o'zi bir kirganmisizlar ichiga, ko'rganmisizlar. То есть o'sha imkoniyatlardan foydalangan odamlar bilan suhbat qilganmisizlar. O'zidan o'zi odamlar hayit tashlayver aytdi-ku, menga hayit tashlaydi deb. Qilishadi. То есть u narsani bir harakat qilib ko'rish kerak, o'zi topshirib ko'rish kerak, yutish kerak, u narsani o'qib kelish kerak. Davlat o'sha har xil anaqa programmalarda qatnashish kerak. Keyin bilasiz qanaqa bo'lishini. Siz oldingi sistema bilan o'ylayotgan bo'lsa, oldin shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Yopiq davlat bo'lganmiz, endi shunaqa bo'lgan. Lekin hozir yoshlar uchun, aynan o'qiydigan yoshlar uchun ko'p imkoniyatlar bor. Hozir mana yana bitta savolim bor. Hozir xohladingiz o'sha joyini aytmasdan o'tib ketishga harakat qildingiz. Men bilaman hozir vaqtingiz juda ham ko'p emas, lekin qisqa savolim bor. Ishingizni yaqinda o'zgartirdingiz va birinchi ishxonangizdan ketganingizdan sabab nima bo'ldi? Nima situatsiyalarni o'zgartirishni xohlardingiz? Davlat, masalan, men bu narsaga aralashishni xohlamayman, lekin xohlardim, masalan, chet eldagi o'qib kelgan studentlar o'zi davlat ishxonalarida rostdan ham ishlay olyaptimi yoki yo'qmi? Chunki men o'zim ham Adliya vazirligida ishlab ko'rdim. Ba'zi joylarini men ham bilaman, ba'zi joylarini siz bilarsiz, может, vaziyat o'zgargandir. Vaziyat yaxshiroqdir. Keling, sizni fikringizni hozir eshitaylik shu joyda. 1 yil maktab ta'limi vazirligida ishlaganman va u yoqda endi man bundan oldin hech qanaqa davlat ishxonalarida ishlamaganman va bilmayman qanaqa bo'lishi. Umuman menda ideya yo'q edi. U davlat ishxonalari qanaqa ishlaydi, tем более endi top u ministerstvo degani qonunlarni chiqaradigan joy, to'g'rimi? Ya'ni o'sha sohasi bo'yicha, ta'lim bo'yicha biza u yoqda har xil o'zgartirishlar kiritardik. Ya'ni sizni qilgan bitta ishingiz полностью davlat anaqa sistemasiga contribution qilardi, to'g'risini aytsam. Va men u yoqda yetakchi mutaxassis bo'lganman. Birinchi, keyin bosh mutaxassisga o'tganman. U yoqdan ketganimni birinchi sababi 1 yil ishlagan bo'lsam ham, endi u yoqda bitta katta organizatsiyani bitta tiny bo'lakchasi bo'lib ishlaysizda va sizni qilgan ishingiz ko'p anaqa bermaydi. Siz ham ular ishi bo'lib ketaveradi. Ya'ni siz borasizmi ishga, siz nimadir qilsangiz ham, qilmasangiz ham, u ministerstvolarning ishi ketaveradida. Ya'ni ularni necha yuztalab, necha mingtalab ishchilari bor. Va to'g'ri, endi toki bir siz qaysidir bir bo'limni boshlig'i yoki deputy minister, ya'ni minister o'rinbosari darajasiga chiqmaguningizgacha siz oddiy ishchi sifatida hech qanaqa qilgan ishingizni rezultatini ko'rmaysiz. Menda shunaqa tuyuldi. Bor, endi men unaqa ayblamoqchi emasman u yoqda ishlayotganlarni. Lekin menga o'zimni qilayotgan ishimdan va o'zimni shunaqa his qildimki, men hech qanaqa foydam tegmayapti jamiyatga. Shunaqa his qildimki, men qotib qoldim bitta joyda va men nimadir qilishim kerak. Chunki o'zim, masalan, davlat menga pul berdi, borib o'qib kelish uchun. Lekin men juda ham vijdonim qiynaldi. Hech nima, 1 yil ishlagan bo'lsam, hech nimani ko'rmadim. To'g'ri, bir ikkita programmalar qildik, proyektlar qildik, lekin bu narsa menga wow emas. Men o'zim
kichikroq joy bo'lsa ham, kamroq pastroq skalada bo'lsa ham, o'zimni qanaqadir jamiyatga foydam tegishini xohladim. Shunaqa joyda ishlashni xohladim. Va mana Yoshlar ishlari agentligidan menga bir ikkita proyektlar bilan chiqishdi. Ammo o'zimni experience'imga, ya'ni tajribamga mos kelgani uchun men shu proyektni olib borishga qaror qildim. Ya'ni hozir masalan 1 yil bilan 6 oyni hisoblaydigan bo'lsak, 6 oy ichida endi ko'plab yoshlar bilan ishladik. Yuzlab qizlarga, yuzlab o'sha yoshlarga yordam berdik. Hozir ham endi feedbacklarni olasiz, ko'rasiz, kommentlar ko'rasiz. Lagerda ham ko'plab o'sha anaqa feedbacklarni eshitasiz va siz tushunib yetasiz, что siz yordam beryapsiz. O'sha 6 oy bilan 1 yilni oladigan bo'lsak, men ham professional ham personal jihatdan bu 1 yildagi olgan experience'imdan bir 20-30 barobar oshib ketdi-da scale. Shuning uchun ham o'ylaymanki, endi siz aytyapsiz davlat ishxonalarida chet eldan endi o'qib kelgan yoshlarimiz qanaqa ishlayapti? Bor ishlayotganlari, ya'ni o'zi sharoitdan endi balki ularning sharoiti boshqachadir. To есть men o'zimni tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, men rostini aytsam bo'g'ilib qoldim. Qafasdagi qushcha bo'ladi-yu, hech nima qila olmaydi, initsiativalarni ko'rsata olmaydi, hech qanaqa proyektlar boshlamaydi. Chunki siz ministerstvada ishlayapsiz, o'zingiz borib bitta maktabda qanaqadir proyekt qila olmaysizda. Chunki ministerstva bu degani, ya'ni vazirlik bu keng ko'lamda qilinadigan ishlar. Siz u yoqda aytgandek yana kichkina bo'lakchasiz. Men bunaqa narsani xohlamadim. Men mayli kichkinagina loyihani olib boray, lekin o'sha odamlarga yordam bersin. Ya'ni men o'sha rezultatni ko'ray. Tushundingizmi? Tushundim. Chunki men ham o'zi shu joyda qo'shib o'tmoqchiman. Yoshlar ishlari agentligi o'zi baribir yosh odamlardan, yoshlardan tashkil topganimiz uchun ularni fikrlash doirasi, nima haqida gapirayotganingizni ular tushunishadi, siz ularni tushunasiz. O'shaning uchun ham ishlar tezroq olib boriladi, qiziqroq. Menejment ham ancha Menejment jihatidan ham. Menejment jihatidan man deb o'ylayman. Chunki men o'zim Adliya vazirligida ishlaganimda yomonlamoqchi emasman. Juda ham zo'r, juda ham katta men uchun korporativ davlat ishxonalarida ishlash, xatlarni yozish, davlat уровеньdagi katta proyektlarni boshqarishni o'rgandim. Lekin masalan biznesda bitta proyektni olib 3 oyda tez qilib bitiradigan proyektingizni davlatda siz 2 yil cho'zib qilishingiz to'g'ri keladi. Bu hamma narsa byurokratiyaga bog'liqda. Kimdir ruxsat bermadi, unisi bo'lmadi, bunaqa bitta proyekt uchun u agentство, bu ministerstvo, hamma ministerstvolar ishlagani uchun, bu tarmoq bo'lgani uchun bitta o'zingizni qo'lingizda emasdi. Hozir men qilib tashlayman, yurib tashlayman deganingizda ham u davlat ruxsat bermay tursa, boshqa agentstvolari, boshqa ministerstvolari, boshqa tarmoqlar ruxsat bermay tursa, siz hech nima qila olmaysiz. O'shaning uchun ham hozir mana yoshlar agentligini qilayotgan ishi juda ham zo'r. Yoshlarni bitta joyga yig'ib, qiziq, yoshlarga rostdan ham kerak bo'lgan proyektlarni olib chiqqani bu juda ham zo'r. O'sha aytganingiz management systemda ham to'g'ri o'ylayman, что masalan hozir сравнивать qiladigan, ya'ni taqqoslaydigan bo'lsa, u yoqda shu 1 yil ichida ko'plab initsiativalar bilan chiqqanman. Yana aytgandek, mana masalan balki men tor o'ylagandirman, ko'proq javob olganman. Ya'ni bo'lmaydi, ishlamaydi. Xatingni yoz degan narsa bo'lganda, xatingizni yozib yuring degan narsa bo'lganda. Chunki bilasiz, o'sha ko'proq xat yoziladi u yoqda. Bu yoqda shunchaki mana bitta ko'rsaman, ideya bilan chiqaman, mana Alisher aka Sadullayev prezentatsiya qilamiz, bo'ldi-da va boshlang deydi. Chunki ular shu ko'zingizdagi passion ko'rib biladilar. Ya'ni o'sha menejmentda turgan odamlar sizni support qilsa, siz rivojlanasizda. Agar sizni yo'q bo'lmaydi, discourage qilishsa, конечно bo'lmaydi. O'sayotgan odam ham gulga suv bermasangiz, so'lib qoladi-yu. Xuddi shunaqada yoshlar ham kelayotgan yoshlar ham, chet eldan o'qib kelayotgan yoshlar ham shunaqa. Hali mana iyunda birinchi bakalavriatchilar keladi. 200 dan ortiq Amerikadan, UKdan, endi 4 yil bo'ldi-yu, mana 21da kelishadi va davlat ishxonalariga ishga kirishadi. Men ularga sabr va omad tilayman. O'ylaymanki, o'zlariga mos ishxonalarda ishlab anaqa qilishadi. Men o'ylaymanki, shu joyda ham даже mana El-Yurt Umidi agentligida ham даже biz yig'ilganimizda ham juda ham ko'p takliflar bilan chiqqanman. O'shanda ham aytib o'tgan edim.
bilasiz, mana psixologiya taraflama o'ylaysiz ham, biza Generation Z, yana Millennials, undan tashqari Alpha, Beta ketyapti. Bizani Gen Z'ni buyog'idagi boomer sizlar bilan bitta levelga qo'ya olmaysiz, bitta ishxonaga qo'ya olmaysiz, chunki ularni fikrlash doirasi boshqacha, bizani fikrlash doiramiz boshqacha, bizani tempimiz boshqacha, ularni tempi boshqacha. Bizani bitta ramkaga qo'ya olmaysiz, 9dan 6gacha ish degandimi boshim achib ketadi. 9dan 6gacha men o'tira olmayman bitta joyda masalan, yoki 9da kelish degan men uchun juda ham katta anaqa напряжение beradi O'zi menga kreativ masalan. odamlar uchun Da. qanaqadir rejim qo'yish ham xatoda. To есть ular ishlolmaydi. Ularga flexibility kerak, ularga freedom kerak. Qachon shunaqa paytlar bo'ladi. Men prям 12 soat to'xtamay ishlayman. Shunaqa paytlar bo'ladi, ishlolmayman 12 soat. 3 soat ishlashim mumkin, 2 soat ishlashim mumkin. Lekin shunga yarasha natijasini ham ko'rasizda. Masalan, o'zida ham shunaqa-ku, to'g'rimi? Men o'ylaymanki, agar siz o'sha sistemadagi aytyapsiz, tam boomer, millenniumlar mana davlat endi sharoit yaratib beryapti, ko'plab yoshlar borib o'qib kelyapti va ularni umid qilaman shu 60-70% albatta davlat organlarida qolishadi. Davlat ishxonalarida va almashadi o'sha chet eldagi o'qib kelganlar, ministr bo'ladi, yana o'sha deputy ministr almashib, o'ylaymanki sistemaga yangi fresh knowledge keladi, yangi fresh qon keladi va bu anaqa bo'ladi. Umid qilamiz, bu o'sha byurokratiya ham kamroq bo'lib, Butun davlatimizni o'zgartirishga ham yordam beradi. O'ylaymanki, podkast juda ham foydali bo'ldi. Orziqul, rahmat kattakon kelganingiz uchun. Juda ham xursand bo'ldim. Bergan bloknotingizdan juda ham undan ham xursand bo'ldim, to'g'risini aytsam. Rahmat, shunchalik vaqtingiz ziq bo'lsa ham kelib, rozi bo'lib qatnashib berganingiz uchun. rahmat sizlarga ham taklif qilganingiz uchun va bunaqa loyihangizni ko'rdim, podkastlarni. Hammasini ko'rib chiqinglar, juda ham foydali, spikerlar ham. Va ishlaringizga omad. Boshlagan hamma ishingizda ko'plab o'quvchilaringiz, studentlaringiz chet el universitetiga Fulbright bilan kirishsin. Qanaqa yordam bo'lsa, kollaboratsiya bo'lsa, biz tayyormiz doimo sizlarni qo'llab-quvvatlashga va bizdan tomosha qilayotgan barcha sizlarga omad tilaymiz. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, qanaqa maslahat kerak bo'lsa, savollar bo'lsa, umuman o'sha suhbatimizdan kelib chiqqan holda kommentariyada yozib qoldirsanglar, biz javob beramiz albatta. Hammanglarga omad. Hammaga rahmat kattakon oxirigacha eshitganingiz uchun. Ko'proq ma'lumotlar uchun Telegram kanalimga o'ting. Telegram kanalda undan ham foydaliroq, juda ham kuchli ma'lumotlar bilan bo'lishib kelyapman. Mana shu podkastimizga like bosganingiz uchun va YouTube kanalimga podpiska tashlaganingiz uchun katta rahmat. Keyingi podkastlarimizni ko'rishguncha. Agar sizga podkastlarimiz juda ham foydali bo'layotgan bo'lsa, kommentariylarda yana kimni spiker qilib olishimizni qoldirib keting, iltimos. Sizni har bitta yozgan kommentarilaringizni o'qib chiqaman va shaxsan javob beraman va sizning xohishlaringiz e'tiborga olinadi. Rahmat kattakon.